Men kattaman. Mashinaga shunaqa qiziqdim. Ko'rasizlar, Mamut uxlab ketsa bo'ladi. Mamutni haydab ketadigan joyim. Mersin almashtirib yuboraymi? Ko'ryapman o'zim. Kir mashinammanmi? Kir mashina bor, холодильник, muzxonasi pastida, mikrovolnovka. Suvlarni qayerdan? Suv zapravlять qilinadi. Dushovoy bilan hojatxonasi. Wow. Kim orzu qilgan shunaqa mashina haydashni? Men orzu qilganman kichkinaligimda rosa shunaqa. Bu yerda menyusi bo'ladi, yoqib полный hamma narsasini shu yerdan turib boshqarsa bo'ladi. Elektronik plitasi bu suv filtri, bu rakvinasi. 300 talik bachogi bor. Kolonka ham bor. Men qora kolonkami? Bu konditsioner, bu televizor mana holatda bo'ladi. Olib foydalanasiz. Orqasida 100 bit ham, o'zida kerak narsangizni qo'yib ko'rasiz bilan YouTube ham ko'rasiz. Menga kichkina ko'ringan edi videoda. Normallik katta ekan. Bemalol orqasida tushiraverasiz. Mana pastagancha bu parkovka qo'yib yuborasiz. Shofyorim eplab haydab keta olsalar, yana ham ishonchim komil bo'ladi bu mashinani olishga. Naqalar yondi. Bu yerdan 360 ko'rib ketsa ham bo'ladi. Yon atrofda nimalar bor, nimalarga aniq qilyapti. Svetlari ham yorug' ekan, normallik. Rozetkalari ham ishlaydi. Chiroyli-a? Svetlari bor ekan, kitoblar o'qib ketishga. 120 hamma yoqda. Tok berasiz, tokdan muammo bo'lsa, quyosh tabiiy hammasi bor. Konditsioner, isitishgan bu ham pomocnik. Mana bu narsa suv tortishingiz uchun liniya. Uydan tashqari ham tabiiy suv havzalari, daryo, dengiz degandek bemalol tortib olaverasiz. Xotam bor anaqa. Bu yoqda salonga agar sig'may qolsa narsangizni o'tkazib olishga. Bu yerda mana narsalari bor. Shlanklar, anaqa yig'ishga, zaryadnika, hojat anaqasi. Bu mana to'liq bo'ladi. Tashqariga ovqat qilasiz. Buni ham taxtakash, buni ham narsa qo'yib bemalol ko'rasiz. Bu anaqa. Tapli, nima issiq suvga yo'nalish bor.